Bilasizlar, что Green Karta sezoni boshlanyapti. Bu hayajonli daqiqalar. Z260 to'g'ri o'tganda yonida bo'linglar. Undan oldin registratsiya qilgan hamma narsalarga e'tibor berib qo'yinglar, esingizda tursin. Bilasizlar, что sizlarga 10 yil Amerika ishlab yashash huquqiga ega kartasini beradi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinda 5-may kirib kelyapti. Bilasizlar, что Green Karta sezoni boshlanyapti va Green Kartaning javoblari chiqadi. Bu hayajonli daqiqalar. Shunda men bir narsani aytib o'taman. Iltimos qilaman sizlardan, bu o'zingizlarning foydangizga, что Z260 to'g'ri to'lg'izinglar. Xato qilmanglar. Qanaqadir misol uchun uslugalar kerak bo'lsa, bemalol mana bizga Grant Vizaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Green Karta yutuvchi o'rtoqlar, firma tanlashda adashmaslik kerak. Oldingi yutuq sohiblari bilan men xabarlashganimda menga Grant Vizani tavsiya qilishdi ular. Shu yerga keldim. Bu yerda hech qanday muammo bo'lmaydi. Men hech qanday norozichilik ko'rmadim sizlardan. Grant Viza dokumentlarni yaxshi qilib berdi. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Green Karta sohibi bo'ldim. Keyin Grant Vizaga kelib dokumentlarni to'ldirdim. Grant Viza YouTube'da tekshirib yurardim. Ishonch bilan kelib Grant Vizaga dokument qildik. Mana inshaalloh oldik. Dokumentlar umuman kamchilik yo'q. Muammosiz hal bo'ldi. Men baribir aytib o'taman, bizga o'xshagan kompaniyalar ham bor. Murojaat qilsanglar ham Z260 to'g'ri o'tganda yonida bo'linglar. Keyin undan oldin registratsiya qilgan hamma narsalarga e'tibor berib qo'yinglar, esingizda tursin. O'sha narsani ham esingizda turgani nima yaxshiki, chunki Z260 ga kirgizasizlar. Green Kartani olib qarasanglar, o'zi unaqa qiyin viza emas, olinishi qiyin bo'lgan, lekin dokument yig'ishda, dokument o'g'izishda bu eng kerakli narsa vizadan biri hisoblanadi. Chunki bu immigratsion viza. Bilasizlar, что sizlarga 10 yil Amerika ishlab yashash huquqiga ega kartasini beradi va o'sha narsa Green Karta hisoblanadi. Bu Voyager desanglar ham bo'ladi amerikanskiy. Green Kartada yashil pasportga to'g'izgansiz, qizilga to'g'izgansiz, o'sha uni farqi yo'q. Ya'ni ID ga to'g'izganingiz ham farqi yo'q. Qizil pasport lekin olinadi. Kimda bo'lmasa qizil pasportni olasizlar, o'sha pasportga Z260 to'g'izasizlar. Hamma informatsiyani podrobni kirgizib chiqish kerak. Shu narsani unutmaymiz. Shuning uchun do'stlar, 5-may yaqin hammaga omad tilab qolaman va xudo xolasa Green Kartada yutuqlar chiqqanda bemalol Grant Vizaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Profillarim shu joyda va bir narsani bilinglar, что juda kelishilgan narxlarda biz ham qilib beramiz. To'g'ri, buni как reklamada ham tushunsanglar bo'ladi. No, men reklama qilganim yo'q. Sabab aytdimki, bizga o'xshash kompaniyalar ham ko'p, lekin xatlariga e'tibor berib ishlarni aytib o'tib qo'ydim. Videom yoqqan bo'lsa, like, komment ayamaymiz va xudo xolasa Z260 larni zo'r to'g'izilgan holatda Green Karta vizasini qo'lga kiritish hammaga nasib qilsin va xudo xolasa do'stlar, ko'rishganda ko'rishguncha deb qolaman. Rahmat hammaga.